Assalomu alaykum hammalarninki xalqaro ona til kuniga muborak bo'lsin. Bugungi bu bayram kunida sizlarga maxsus bir programma o'rinlashtirib, o'zimninki Uyg'ur YouTube kanali, Guli Maqsud kanalidan salomlarni yo'llash hamda o'zimninki bir Uyg'ur YouTuber bo'lish suhbatim bilan boshqa Uyg'urlarni shu ekranga chaqirib, YouTubedan kanal ochinglar deb tushirib kelayotganim uchun bu qitimliq programmamni yana bir qitim Uyg'ur kanallarınınki ko'plab barliqqa kelishini umid qilib, hamda shuningga rag'batlantirish maqsadida mundaq bir muncha uchurlarni sizlar bilan ham bahrlaydim. Hamda mushaqcha o'zimniki qilayotgan ishlarimniki ichida biz o'zaro Uyg'ur YouTuberlar hamkorlashish orqali o'zaro bir-birimizga o'rganish, o'rgatish orqali ishlarni birlikda shunaqa qilish jarayonida o'zimniki qilib o'tgan ishlarimdan jami shu 3 Uyg'ur kanalininki YouTube'dan topgan pulini bankaga elish, bankasiga pulni kirgizish qatorliq jihatlardan shu proseslarni, ya'ni jarayonlarini tang qilishib berib, YouTube'dan pul elishiga yordamlashdim. Bularniki yuqori summasi 11.000 TL Turkish lirasidan oshadi, tövni 300-400 TL atrofida. Hamda o'zimninkimi qanchalik pul oldim deganlarni o'shanamsini sizlarga o'zimniki YouTube studiyasidagi va Google AdSense akkauntning ichidagi sansipirlarni o'rtoqlashish orqali bir ozroq turtki bo'lsinmikin deb bu videomni ishlayapman, bu programmamni ishlayapman. Bizningki Uyg'ur jamoatimizning ichida YouTube kanalidan pul tepish bu texi ko'plab umumlashgani yo'q. Sanoqliqla kanallarimiz YouTube'ninki hamkorligidagi kanallar bo'ladi. Texmi ko'plab barliq kelish uchun shunga shu narsalarni so'zlab yurib YouTube'dan pul topqili bo'ladi degan temani shu men o'tirib ko'tarib chiqqili hozir 1 yil bo'ldi. 1 yilning yoqi texmi ko'pligan Uyg'ur kanallar barliq keldi hamda YouTube hamkorligiga iltimos qilgan kanallarmi xeyli ko'plab, ya'ni shu Google AdSense'ninki e'lonlari YouTube'dagi videolarniki o'tirsiga peshiga oxiri qisdirilgan shunday programmalarga salohiyati to'shadigan shunday kanallarimiz xeyli ko'p bo'ldi, lekin ilqi jarayonini, ya'ni qandaq Google AdSense'ning akkauntini ichib, bank hisobida qandaq ulab, qandaq pul elish degandek jarayonlarida ta hozirgacha bilmayotgan qarindoshlarimiz ko'p. Shunga navoda bilamagan savollaringiz bo'lsa, men bilan aloqalashsangiz bo'ladi yoki bo'lsa Uyg'ur YouTuberlar klubi deb Facebook Messenger'dagi guruhlarga yoki WhatsApp guruhiga qo'shilib, o'zaro tang videolarimizdan bahrlashib, o'zaro fikr almashtirib, bilmagan yerlarni so'rashib, bir-birimiz bilan shunday tang o'rtaq ilgarilayli demoqchi. Tuvandamsa sansipirlarni o'rtoqlashay, Google AdSense akkauntning ichiga kirib, ko'pchilik bilan o'rtoqlashib, ko'rsatib, qanchalik pullar kiribdi, nechinchilar qanday kiribdi, bu YouTube'niki pul elish qanday bo'ldi degan deganlarni ko'rsatmoqchi. Bularni ko'rsatishdan ilgari yana Uyg'ur qarindoshlarimizninki shu Uyg'ur YouTube'chilarniki faqat pul uchun ish qiladi deganga qarata bir ideyasini to'g'rilashgan degan umiddaman. Uyg'ur kanal ochuvchilar pul tepish uchun emas. Ammo pul oz bo'lsin kirib turadi. Bu o'zingizniki kichikgina bir chiqimlaringizga dalda bo'la olsa, ya'ni kelib shunchalik zehn va vaqt sarf qilib shunday mazmunlarni tayyorlay olganingizdan keyin ozgina bir nimasi bo'lib qolsa, bir reward deymiz. Shuniki badaliniki hamda kirgan ozroq kirim bo'lib qolsa yaxshi. Pul tepish uchun qiladi, voy pul tep ketib boradi deb bizniki Uyg'urlar bakiliqi nim deymiz, shunday bir xil psixika, shunday yangilikni qabul qilish jihatda bir nim deymiz. Yangilikni qabul qilolmaydigan, test qabul qiladigan yoki ko'z qarashi yaxshi emas degandek ahvollar mavjud. Boshqa yangi YouTube kanal ochganlarni shu sizlar qilsanglar, shu pul tepish uchun qilsanglar, shu deb o'shtaqdaydi. Amaliyotda bo'lsa, bu Uyg'urlarninki YouTube'dan kanal ochib, videolarni yo'llashi nurg'un jihatdan foydali. Birisi shunday ona til, Uyg'ur tilimizni saqlab qolishninki, taraqqiy qildirishninki bir usuli. Uyg'ur jamoatimizningki ichidan shunday to'g'ri dunyosiga bir narsalarni yo'llab turadiganlari boshqa
Mesela Kazak qarindoshlarimizniki, O'zbeklarninki, boshqa tojiklarninki shunaq nurg'un kanallari bor. Shularga solishtirgan chog'da bizniki Uyg'ur bu tor dünyasındaki narsalarimiz az. Anandaki Uyg'urlarniki bu barmoqlari shunchalik qadrlikin osonlikcha yugurib qo'yib bu o'zimizniki bir narsalarga undaq yuraklarni besib qo'yadigan ishlar, barmoqlarni besib qo'yadigan ishlar. Masalan, hozirgi o'rta hisob bilan boshqa Uyg'ur kanallari qarasanlarmi, ko'rilish qitim soniki faqat 5%dan 10%gacha odam barmoq belgisini besib qo'ydi. Osondagi qismlarimiz inkoslarni yozadi degandek. Uyg'ur kanallarni o'zaro qo'llayli. Bu barmoq besib qo'yganingizda boshqalar ko'rmagandan keyin faqat o'zingizlar bilasiz, faqat o'zingizlar ko'rib tura oladigan likes deymizku, o'zingizniki yoqtirgan, beğengan videolaringizning ichidagi u faqat o'zingizlar ko'ra oladigan bo'lgandan keyin u qo'llab qo'ygulik. Barmoqlarimizni ishiltib qo'ygulik o'zimizniki Uyg'urlarni qo'llash uchun. Ajab chiqsa so'zlab ketdim bu son sifrlarni ko'z tutish uchun. Sizlarga deganimdek, shu hozirgacha qilib o'tgan ishlarim, boshqalarga yordam qilgan ishlarimning ichidan undan ilgari vizial ishlarida mundaq ishlarga yordamlashdim deb so'zlagan bir videom bor. Uningki ulanishni shu videomningki bir tarafiga ulab qo'yay. Videoning oxirida chiqadi, ko'rib beqishinglarni tavsiya qilaman. Vizialishda kimlarga qanday yordam qildim degandek videolarim bor. Endi u YouTube kanalida kimlarga qanday yordam qildim degan temadagi bu programmamni ishlash orqali texmo ko'plagan Uyg'ur YouTuberlarniki barliqqa kelishini umid qilaman. O'qimaydigan yerlaringlar bo'lsa o'zaro o'rganayli, o'zaro so'rashib, izlanib, tang taraqqiy qilayli demoqchi. Ekranning o'ziga chiqay, o'zimninki Google AdSense akkauntiga kirib, olgan pullarimni göstay. Voy, ma boshqa bir aylarnikiga men yordam qilgan deb oxirgi olgan jami yig'ilib 11,000 TL bo'lib ketkichlik pulni olmay yuribdi. Shuning bilan voy bu banka ulanishini mana qilasiz deb yurib ko'rsatib yurib bu nimani bu pulni YouTube'dan kirgan kirimini olgan bo'ldik shuningda. Shu kunninki o'zilam banka hisobida urilibdi. Va shundaq akkauntni o'zimnikiga almashtiray. Faqat bilamagandan keyin andan keyin shu boshqalarniki shu o'zim meniki maxfiy nomerim, meniki akkaunt nomerim deb topgandan keyin shu akkauntga kirib bir ishlarni tan qilishib berdim-da, uni mundaq qilasiz, mundaq qilasiz, ma'o degani, mundaq degani deb tushuntirish orqali. Hamda men o'zimnikini ochay. Shundaq bilamagan yerlaringlar bo'lsa, bu siz qilib berasiz, ko'rib baqsangiz bo'pti ekan degandan keyin shu jami 3 kanalninki shundaq pullarni olib yo'liga ko'rsatib, hatto vaqti o'tib ketib, YouTube hamkorligidan chiqib ketgan kanalim bor ekan. Ya'ni burun e'lonlar chiqib, hozir e'lonlar chiqmaydigan bo'lib qolganida kanallar bor ekan. Ularninki shu nima ish qilish kerakligi to'g'risida shunday tang izlanishib berib, bu yerda mundaq deydi, mayani iching, ayani iching deydi, ich ko'rsatib yurib, tushuntirib, shunday qilib 3 kanalninki pulini ilishib berdim deb qo'yay. Undan ilgari 3 odamninki vizasini ilishib berdim deb bir video ishlagan. Ma'lumotlarni ko'rib boqaylik, hamda o'zimninki yemsi kiray ko'stay. Mening Google akkauntim oxirgi last payment $200 56 sent. Kanada dollari bo'yicha hisoblaydi. Mening kanalim shu Kanada turishib bo'lgandan keyin, boyaq kanal bo'lsa, Turkiyada turishib bo'lgandan keyin Turkish lira bo'yicha hisoblaydi. Paymentning hammasini ko'stay. View transaction, all transaction paymentlarning hammasini ko'stay, Last 3 months 0. All the time. Hamma yangi ko'stay. Meningki YouTube kanalim 2019-yil 6-oydan boshlab rasmiy birinchi videomni e'lon qilib, shu yilning oxiriga qadar
1000 abone soni va 4000 saatga to'shib 2019-yili 12 aydan boshlab rasmiy e'lonlar chiqishga boshladi. Yana o'tgan yili 2020-yili 1 yilning ichida kirgan kirim jami 3 qatim pul oldim. 4-ayning 21-kuni $110, 9-ayninki 21-kuni $159, 12-ayning 21-kuni $200. Jami bo'lgancha shu $470 atrofida shunaqa pul oldim. $470 deganni nima deymiz endi? Nima deb hisoblab olsam bo'lar? O'zimniki uyiniki to'q puli deb hisoblay bo'ldi. Bir oylik to'q pulim taxminan $40-45 atrofida bo'lsa, shu bir yillik to'q pulini YouTube'dan kirgan kirim orqali tepibdiman degan gap shu. Turkiyadagilarga nisbatan aytgancha u xeli ko'p pul bo'ladi. Oylik suv puli, to'q puli, uy ijarasi degandeklar cho'ng chiqimlar bo'lgandan keyin Turkiyadagi qarindoshlarga nisbatan aytgancha ham davomli Turkiyani tilga ilishimdagi maqsad ham Turkiyada Uyg'urlarimiz ko'p bo'lgandan keyin shu tarafdan kanal ochadigan qarindoshlarimiz ko'p. Shularga nisbatan texmo bir nima deymiz? Qiziqishni qo'zg'ash deymanmi? YouTube'ni shu foydali mazmunlar bilan to'ldirib, bir tarafdan ham o'zininki qiziqish qatorida shu videolarni ishlash orqali, yana bir tarafdan ozgina bo'lsa bir kirim qilsin deb, shunday o'zimninki olgan pullarimni sizlarga ko'rsatib beradiman. Odatda har oyning oxiri meningki Kanadadagisi shu 21-yil her ayınki 21-yil bo'ladi, lekin navoda $100 to'shmagan bo'lsa, oylar yig'ilib $100 to'shgan bo'lsa, anandan keyingi oyninki oxirgi kelgan chaqda shu bankaga hisobotga bevosita uriladigan pullar bo'ladi. Oxirgi qatim pul olgan vaqtim 12-ayning 21-kuni ekan. Shu 12-aydan boshlab hisoblasam 12-oy, 1-oy, hozir 2-oy, 3 oyning ichida $57 shu peti turibdi hozirga qadar. 5-oy 57'da 41. Last payment 200. Ondan keyin hozirgacha yig'ilib qolgan pul 57. Birdan o'chirib qo'yib turay. Jiq emas. Bu ne boshqa bir ishlarni qilib nima qilsangizmi, butun bir yillik kirimingizni boshqa xizmat qilib bir kunliklam kirim qilib topqili bo'ladi. Boshqa xizmatlarni qilsangiz ham shundoq bo'lsa-mu, bu ozgina kirim boy deganimdek shu boshqa davlatlardagi qarindoshlarga nisbatan aytgancha xeli ko'p chiqimlarini ko'tarib ketalaydi. Men u qaysi kanallar ekanligini aytmay bu yerda. Oldingi kimlarga viza iltimos qilish berdim, kimlarniki shunday viza iltimos qilish, o'quvchilik ijozatnomasi uzartish degandeklarga yordam qilgan chog'da u chog'da ba'zi qarindoshlarimizning ismini tilga olib, mana u qarindoshlar bunday qildim dedim. Endi bu YouTube kanallari endi pul munosabatli bo'lgandan keyin ortiq bir narsa demay shu ularni birdan tilga olib o'tamsammi, ish qilib Uyg'ur kanallarimiz davomli borliq kelyotidi. Hamda shu YouTube hamkorligiga salohiyati to'shgan qarindoshlarimiz xeli ko'p. Ularninki shu fursatni ching tutib, o'zininki qanoniniki shu alayliklardan foydalanib ochadigan hamkorlik iltimos qiladigan yerlarni iltimos qilib, banka nomerlarini ulash qatorliq jihatlarda bilmaydigan joylar bo'lsa, davomli mening bilan aloqalashsanglar yoki bo'lsa YouTube Uyg'ur YouTuberlar klubiga qatnashib, o'zaro fikrlashib, o'zaro tang o'rgansak bo'ladi demoqchi. O'shancha ishlamsizlar. YouTube'ga chiqing. YouTube'dan kanal için o'zingizning bilimini ko'pchilik bilan o'rtoqlashing. Uyg'ur ana tilimiz saqlab qolish, taraqqiy qildirish qatorliq jihatlarda o'zimizniki bir kishilik kasbimizni qo'shaylik. YouTube'dan kanallashmaydigan do'stlarmi, Uyg'urlarninki kanallarini mayli ko'rsingizda, ko'msingizda vaqtingiz bo'lsin-da, bo'lmasin-da bir obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishga vaqtingiz yetmasa, hech bilan barmoq belgisini besib qo'yasiz, hech bo'lmagan chog'da shu ninki o'zi Uyg'urlarni qo'llash, ana tilimizni qo'llash, bir-birimizni qo'llash. Bo'ldimsa, shunchalik bo'lsin, ko'pchilik hammalarniki ana til bayramlari muborak bo'lsin.
Keyingi programmamda görüşəйli. Yoqtirgan bolsanglar üstüge besib qo'yasizlar. Kanalimga abone bo'lib, naq maydon programmalarida, naq maydonda savol javoblarni qilishib o'zaro paranglashsaqmi bo'ladi. Hammalarga xo'shal bir kunlar. Nasib bo'lsin, xayr xo'sh.